Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana kotел, Xayr kotelimizga UPS ni ulaverdik. UPS 2 akkumulyator 12 voltdan UPS 24 voltlik 1,5 kilovatlik. Xudo xolasa svit o'chib qolsa 6-7 soat ishlab beradi. Kotelimiz. Dekor panelga baho beringlar. Mishka spesialniy kotelniy zona bo'ldi bu. Bu narsani bosqanimiz sababi ertaga kotel remont etishimiz mumkin, kraniklarni almashtirishimiz mumkin. Divorda suv sachirasa, netsa trak bilan artib qo'yaveradi. Agar orqasi kraska bo'lsa, oboy bo'lsa, u dag'al bo'lib qoladi. Yana shuning uchun shu narsani ishladik. Kotel 60 gradus. Yandan 60 ga yaqinlab turibdi apparatimiz. Shunday podpitka nasozlarimiz, Hydrolife soldik.